Ma'lum bir sabablarga ko'ra men bu buyni bolasi Qoramiqu nima deydi? Men ekran zapis qilayotgandim. Ekran zapis ishlamadi. Buyni bolasi. Ataylabdan qilganim yo'q. To'g'ri tushunasizlar. Mana $8.83. Foyda maqsadi $4 edi. Mana tek profitimiz olgan. Mana ja ko'p ham bo'lmagan. Mana mana nechi bo'ldi soat? 21:32. Mana 21:32 ko'ryapsizlar. 21:32. Nechi bo'ldi soat ana ko'ringlar. 22:12. Hech qanaqa ko'p bo'lgan yo'q. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana yolg'on bo'lgan yo'q. To'g'ri tushunasizlar. Bu safargi videom shunaqa bo'lib qoldi xolos. Nimaga unaqa bo'ldi tushunmayman. Buyni bolasi. Qorong'u. Balansim mana balansim $666.28 bo'ldi. Shu $8.83 qo'shilgani uchun mana kirgan joyimni ham ko'rsatay. Mana hozir ishonch hosil qilishinglar uchun mana ko'ryapsizlar? Mana ko'rdilaringlar, qarab turinglar. Xuddi shu holatda mana. Mana ko'rdilaringlar mana. Mana shu yerda kirilingan bitta откат, mana bitta откат. Sel mana. Ko'ryapsizlar? Ko'rgan bo'lsalaring, atrabotkasi zo'r bo'ldi. Endi buni xudo xolasa xatolari bo'lsa, xatolarni to'g'rilayman. Mana до конца tushib ketyapti. Xatolari bo'lsa, xatolarini to'g'rilayman. Xudo xolasa, sizlar meni kuzatib borishda davom etinglar. Xudo xolasa men sizlarga bundan ham zo'r rezultatlar ko'rsatishga harakat qilaman. Sizlar birinchi o'rinda qiladigan narsanglar like bosinglar, kommentariyaga meni qo'llab-quvvatlab, nima yozasizlar, negativmisizlar, iloji boricha negativ bo'lmanglar, iltimos sizlardan. Qo'llab-quvvatlab, meni qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa bu chellenjni sizlarda ham tajriba qilib ko'ramiz. Shu obunachilarim orasidan kimdirni tanlab, shunga tradingni qisqacha tushuntirib, shuni depozitiga pul tashab, men o'zim tomonidan pul tashab, depozitini kattalashtirishga harakat qilamiz. Buning uchun sizlar meni kuzatib boringlar. Xudo xolasa inshaalloh bundan ham zo'r rezultatlar qilishga harakat qilamiz. Ko'rayotgan bo'lsalaring hech qanaqa yolg'on yo'q mana. Nima desa bo'ladi? $10 boshlaganman. Har bitta narsani mana YouTube'ga qo'yib boryapman. Bugungi narsa qo'yilinmadi xolos. Bugun ataylabdan qilmadim, to'g'ri tushunasizlar. Mana 004 lot ochilingan $8.83. $8.83. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa inshaalloh bundan ham zo'r rezultatlar qilishga harakat qilaman. Qani bo'lsam ketdik.